Qin florasi buzilganligini qanday bilsak bo'ladi? 80% ayollar shu savolni berishadi. Birinchi o'rinda uni rangi, hidi va qaysi payt sizda qin florasi buzilgan va ajralmalar kelishiga bog'liq. O'zi qin florasi nima degani? Qin florasi bu bizada qinda joylashgan himoya vazifasini bajarib beradigan. Normada qindan bizada выделение keladi. Bu norma hisoblanadi. Hidsiz, oqish aralash va hayzning sikliga qarab qindan kelayotgan ajralmalar yo oq prozrachniy yo oq bo'lishi mumkin. Agar sizda qin florasini bilishimiz uchun, buning uchun birinchi o'rinda выделениyaning rangi o'zgarib ketadi, rangi o'zgaradi, hidli bo'lishi mumkin, yokida hayz oldi выделениyalar ko'payib qichishib hidlanadi yoki hayz tugagandan keyin hidli va выделениyalar ajralishni boshlaydi. Buning sabablari juda ham ko'p. Birinchi o'rinda bizning immunitetimiz. Agar siz tez-tez shamollab kasal bo'layotgan bo'lsangiz yokida vaqtida davolanmay oyog'ingizda o'tkazib yuborgan bo'lsangiz yoki bir parashok dorilar ichib bee'tibor qoldirsangiz, sizda albatta qin yo'llarida выделение kelishni boshlaydi, albatta hidli va mikroflorani o'zgarishi bilan. Ikkinchi sabab, tomog'ingiz ko'p og'risa, xronический tanzilitis, surunkali tanzilit bo'lsa yokida surunkali pielonefrit, buyrak kasalliklarida ham mikroflora o'zgarishi mumkin. Va eng asosiy jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar har doim qin mikroflorasini buzadi. Bular nimalardan shikoyat qilishadi ayollarimiz? Birinchi o'rinda hidli ajralma kelishish, doimiy qichishish yokida allergiyaga o'xshab toshmalar toshib ketish, tvorksimon выделениyalar kelib, sarg'ish yoki yashil aralash yoki baliqsimon hidli выделениyalarga shikoyat qilishadi. Albatta bunday holatlar agar sizlarda kuzatilsa, albatta ginekolog ko'rigiga kelishinglar kerak. Chunki biza birinchi o'rinda mikroflorani tekshirib, u yerda mazok olamiz. Kerak bo'lsa boshqa qo'shimcha analizlar olinadi. Bular Femaflor, VPC skrininglar ham qilishimiz mumkin. Bular qo'shimcha analizlar hisoblanadi. Chunki mikrofloramiz yaxshi bo'lsa, bizani himoya qilib, bakteriya, viruslarni kirishiga va rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Agar siz mikroflorangiz tushib ketsa, u yerda bakteriyalar rivojlanishni va zamburug'lar rivojlanishni boshlaydi. Va eng asosiy yana sabablardan juda ham ko'p ayollarimiz xato qiladi. Qin mikroflorasini yuvib chiqarib tashlashadi. Bu qo'li bilan yuvishadi yokida har xil intim gellar, altaharat hidi bor narsalar yoki kir sovun, atir sovundan foydalanib mikroflorani butunlay buzib borishadi. Bu noto'g'ri. Aziz ayollarimiz, bunga juda ham e'tibor berishingiz kerak. Xo'sh, agar sizda shu yuqorida aytib o'tilgan hamma shikoyatlar bo'lsa, albatta ginekologga kelib, sizga to'g'ri tashxis qo'yib, sizni to'g'ri davolasak, sizni mikroflorangiz tiklanib va sizda himoya vazifasini biza tiklagan bo'lamiz. Agar sizda shunga o'xshagan shikoyatlar bo'lsa, albatta ko'rigimga keling. Telefon raqamlari qoldiriladi, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.